UMS mobil operatori mamlakatimiz aholisini yanada sifatli aloqa hamda internet bilan ta'minlash maqsadida o'z tarmoqlari hajmini kengaytirmoqda. Joriy yilning birgina 3 oyi mobaynida kompaniya shu maqsadda respublikaning barcha mintaqalarida 150 dan ziyod bazaviy stansiyalarni o'rnatdi. Ijodiy guruhimiz kompaniyaning infratuzilma obyektlarini rivojlantirishda bevosita qo'llaniladigan texnik blokining ishi bilan tanishish maqsadida bir nechta bazaviy stansiyalarda bo'ldi. Bugungi kunda UMS mobil operatori O'zbekistonda keyingi yo'nalishda rivojlanib borayotgan uyali aloqa kompaniyalaridan biridir. UMS o'z mijozlariga 4G, LTE, 3G va 2G tarmoqlarida sifatli aloqa xizmati va internetni taklif qilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, UMS tarmoqlarida 1 daqiqa ichidagi qo'ng'iroqlar soni va internet trafikining hajmi muntazam oshib bormoqda. Bu esa mobil aloqa infratuzilmasini yanada rivojlantirishni talab etadi. Shu munosabat bilan aloqa bilan qoplash zonasini kengaytirish va tarmoq hajmini oshirish UMS mobil operatori faoliyatining strategik yo'nalishlaridan biridir. Bu 1 yil, ya'ni 365 kun davomida tanaffuslar va to'xtalishlarsiz amalga oshiriladigan jarayondir. Mazkur yo'nalishdagi ishlarning asosiy maqsadi bu iloji boricha ko'proq abonentga barqaror yuqori sifatli ma'lumotlarni uzatish xizmatini taqdim etish, respublikaning hatto olis hududlaridagi aholini ham sifatli aloqa bilan ta'minlashdir. Misol uchun, mart oxirlarida barcha ruxsatnomalarni olgandan so'ng biz 42 ta bazaviy stansiyalarni ishga tushirdik. Shulardan 5 tasi 4G standartlarida ishlaydi va ular Toshkent shahrida o'rnatilgan. Qolgan 37 ta bazaviy stansiya 3G standartida ishlaydi va ular Qashqadaryo, Namangan viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining shahar va qishloqlarida barqaror aloqani ta'minlashga mo'ljallangan. Bundan tashqari, infratuzilma obyektlarini rivojlantirish bilan bir qatorda barcha bazaviy stansiyalarni yagona tarmoqqa birlashtirishni ta'minlaydigan pasport tarmog'ini ham rivojlantirmoqda. Shubhasiz, har bir yangi bazaviy stansiya bu aholi uchun qo'shimcha qulayliklardir. Aynan radio-chistotali signallar yordamida ma'lumotni uzatadigan bazaviy stansiyalarning sharofati bilan biz yaqinlarimiz, do'stlarimiz va hamkasblarimiz bilan to'siqlarsiz muloqot qilishimiz mumkin. Ta'kidlash lozimki, uyali aloqa bazaviy stansiyasining ishga tushirilishi uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, u qat'iy qoidalar va me'yorlar bilan muvofiqlashtiriladi. Bu me'yorlar qabul qilish va uzatish jihozlarining signalining quvvatiga ham tegishlidir. Respublikamizda ekologik va sanitariya xavfsizligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joy tanlangandan so'ng O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi Davlat sanitariya va epidemiologiya nazorati markaziga ko'rib chiqish va kelishish uchun yuboriladi. Unda qanday konstruksiya o'rnatishga mo'ljallanayotgani, uning turi hamda keyinchalik foydalanish parametrlari ko'rsatiladi. Barcha ruxsatlar olingandan so'ng kompaniya montajga kirishadi. Jihozlarning dastlabki sinov uchun ishga tushirilishi Davlat epidemiologiya nazorati xodimlari ishtirokida amalga oshiriladi. Ular o'lchov uskunalar yordamida jihozlarning loyihada ko'rsatilgan quvvatiga mosligini tekshirishadi. O'lchash ishlari yakunlaridan keyin ular sanitariya pasportini berishadi. Unda o'lchash ishlari amalga oshirilgan joylar ko'rsatilgan bo'ladi. Ta'kidlash lozimki, bazaviy stansiyaning sanitariya pasporti bu uning xavfsizlik sohasidagi me'yoriy talablarga muvofiq o'rnatilgani hamda uning ishlashi bevosita bazaviy stansiya yaqinida yashaydigan va ishlaydigan insonlar uchun mutlaqo xavfsiz ekanini ko'rsatadi. Qo'shimcha qilish kerakki, kompaniyaning yaqin davr uchun belgilangan rejalariga O'zbekiston mintaqalarida 3G bazaviy stansiyalar sonini ko'paytirish, 2G bazaviy stansiyalarni to'liq modernizatsiya qilish, shuningdek kompaniya mintaqa markazlarida 4G, LTE to'liq tarmog'ini ishga tushirishni rejalashtirmoqda.